Oxirgi paytlarda детский travma mavzusida ko'p so'rovlar kelyapti. Bu haqida biz videolar eshityapmiz, boshqa bir blogerlarni fikrlarini eshitib kelyapmiz. Va bu borada juda ko'p sporniy, bahslashsa bo'ladigan mulohazalar juda ko'p. Psixologlar, kochlar va hatto do'stlar orasida ham biz shu haqida gaplashishimiz mumkin. Ammo bu modaga aylangan so'z zamirida aslida nima yotibdi? Nima uchun o'tmishimiz bugungi kunimiz ustidan bunchalik katta hukmronlikka ega? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Ba'zan odamlar bilan tanishuv xuddi so'rov belgisi bilan boshlangandek tuyuladi. Bu mazkur mavzu hayotimizga qanchalik chuqur kirib borganini ko'rsatsa-da, bunday yengil qarash ortida ancha jiddiy savol bor. Biz aslida nima haqida gapirayotganimizni tushunamizmi? Yoki shunchaki trendga ergashyapmizmi? Aslida bu mashhurlik ortida ancha chuqurroq narsa yashiringan. Gap bolaligimizdan tortilgan va bugun kim bo'lib yetishganimizni shakllantiradigan ko'rinmas rishtalar haqida ketmoqda. Ushbu tahlilda biz ana shu chigal tugunni yechishga harakat qilamiz. Xo'sh, bolalik jarohati nima? Детская travma o'zi nima? Nima bilan yeyishadi buni? Psixologiya nuqtai nazardan bolalik travmasi bu shunchaki yomon xotira emas. Tasavvur qiling, uyingizning fundamenti darsib ketdi. O'tda mana shu siniq paydo bo'la boshladi. Tashqaridan u ko'rinmasligi mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan butun bino qiyshayib qolishi mumkin, yoki qulab tushishi mumkin, yoki aynan shu xonada qandaydir bir defekt yuzaga kelishi mumkin. Bizdagi ichki jarohat ham xuddi shunaqa. U kelajakdagi ko'plab muammolar uchun omonat asos, omonat fundament yaratadi. Biz ikkita tushunchaga to'xtalib o'tishimiz kerak deb o'yladim. Bu teoriya. Bu sizlarga unchalik kerak bo'ladi deb o'ylamayman. Bularning birinchisi PTSR. Post-travmatic stress. Post-travmatическое стрессовое расстройство. Odatda bitta kuchli shok voqea bu. Masalan, avariyaga uchrash, yaqin insonimizni yo'qotishimiz, yaqinlarimizni vafot etishi. Boshqa bir kuchli stressga soluvchi holat. Mana shu holat bilan bog'liq bo'ladi. Va undan tashqari kompleksniy PTSR bor. Bu nima degani? Bolalik haqida gap ketganda ko'pincha shu tushuncha nazarda tutiladi. Bu uzoq vaqt davom etgan va takrorlanuvchi salbiy tajribadan kelib chiqadi. Более подробно qilib aytadigan bo'lsak, bunda ключевой so'zlar davomli, takrorlanuvchi va qochib qutulishning iloji yo'qligi. Tasavvur qiling, bola har kuni tanqid yoki sovuq munosabat muhitida yashaydi. Ota-ona urishi, maktabdagi tanqidlar yoki boshqalar uni yerga urishi, kritikovat qilishligi. Buni aytadigan bo'lsak ko'p, buni o'zingizlarga olmanglar. Bu holatda bola shunchaki hamma narsani tashlab keta olmaydi. Aynan mana shu chorasizlik hissi bizning ichimizda travma bo'lib shakllanishi mumkin. Travma bo'lib qolishi mumkin uzoq muddat davomida. Bizdagi jarohatlar, travmalar nafaqat jismoniy zo'ravonlik, balki emotsional e'tiborsizlikdan ham paydo bo'lishi mumkin. Xalqaro kasalliklar tasnifiga ko'ra, bunday jarohatlar shaxsiyatning 3 ta asosiy ustuniga zarba beradi. Birinchisi bu hissiyotlarimiz. Bu xuddi amerikanskiy ko'rkaga o'xshaydi. Nazorat qilib bo'lmaydigan g'azabdan tortib, hech narsani his qila olmaydigan muzlash darajasigacha. Ya'ni siz muzlab qolasiz, qotib qolasiz. Hech narsani his qila olmay qolishingiz ham mumkin. Ikkinchi asosiy ustunga keladigan bo'lsak, bu o'ziga bo'lgan baho. Samootsenka. Bizdagi jarohat ong ostida menda nimadir noto'g'ri degan fikrni integratsiya qiladi va shakllantiradi. Bunga doimiy toksichniy aybdorlik va uyalish hissi hamrohlik qiladi. Отношениyalar to'g'risida aytadigan bo'lsak, bu uchinchi asosiy ustun munosabatlar. Dunyoga bo'lgan bazaviy ishonch yo'qoladi. Natijada inson yaqinlashishdan qochadi, yaqin munosabatlardan, yoki ongsiz ravishda o'tmishdagi og'riqli ssenariylarni takrorlaydigan sheriklarni tanlaydi. Qanday qilib bu детский travma bilan ishlash mumkin? 4 ta amaliy qadam bor. Agar sizlarda yengil holat bo'lsa, albatta bajarib ko'ringlar. Agar og'ir holat bo'ladigan bo'lsa, spetsialist bilan ishlanglar. Bu ознакомительный video xolos. Bu terapevtik yordammi o'rnini bosmaydi.
Boshladik. Eng muhim qadam bu o'zgarish mumkinligiga ishonish. O'tmish qanchalik og'ir bo'lmasin, biz unga umrbod qaram bo'lib yashashga majbur emasmiz. Birinchi qadam tartib, struktura. Ichki olamda xaos bo'lganda kundalik reja nazorat hissini qaytaradi. Ya'ni o'zimizning kunimizni planlashtirishimiz kerak. Ikkinchi qadam tana bilan ishlashimiz kerak. Jarohat tanada yashaydi. Bizning tanamiz hamma narsani eslab qoladi. Yoga, yugurish yoki jismoniy faollik stressni tanadan silkitib tashlashga yordam beradi. Uchinchi qadamimiz ishonch. Xavfsiz drishiniyada kichik qadamlar bilan ochiqlikni mashq qilishimiz kerak va qaytadan o'rtada ishonch o'rnatishimiz kerak. To'rtinchi qadam kelajak. Kelajak uchun kichik va erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'yish orqali biz o'z hayotimizning muallifi ekanligimizni his qila boshlaymiz. Ba'zida yolg'iz kurashish juda qiyin bo'ladi. Professional yordam olish bu ojizlik emas, balki donolik. Professional yordamga murojaat qilib siz xato qilmaysiz, qaytanga to'g'ri qarorni qabul qilgan bo'lasiz. Hozirda yuqori samara beradigan bir nechta metodlarni sanab o'taman. Sxematerapiya bolalikda shakllangan chuqur salbiy qarashlarni o'zgartirishda yordam beradi. Kognitiv xulq-atvor terapiyasi salbiy fikr va reaksiyalarni kuzatish hamda o'zgartirishni o'rgatadi. MDR ko'z harakatlari orqali desensibilizatsiya qilish. Bu Всемирная organizatsiya здравоохранения tomonidan tan olingan va miyaga eski travmatik xotiralarni hazm qilishga, zararsizlantirishga, neytrallashga yordam beradi. Davolanish bu shunchaki me'yorga qaytish, hamma kabi bo'lish emas, balki o'z hayot qissangizning yakunini qayta yozish imkoniyatidir. O'tmishda bo'lgan narsa o'tib ketdi, o'tmishni biz o'zgartira olmaymiz, lekin ertangi kunimiz bizning qo'limizda. Biz ko'pincha kimdir kelib bizni qutqarishini kutamiz, lekin haqiqat shundaki, o'zimiz uchun eng buyuk qutqaruvchi, eng kuchli qutqaruvchi bizning o'zimiz bo'lamiz. Bu nima degani? Bu ichingizdagi o'sha qo'rqib ketgan, yolg'iz qolgan kichkina bolaga xayolan qaytish degani. Ammo bu safar qurbon sifatida emas, balki kuchli va mehribon katta inson sifatida. Unga o'sha payt yetmagan narsani, himoyani, e'tiborni va shartsiz mehrni, shartsiz sevgini berish. Biz o'tmishdagi faktlarni o'zgartira olmaymiz, lekin ularning ma'nosini o'zgartira olamiz. Oldinlari men bilan yomon munosabatda bo'lishyaptimi, demak bunga men aybdorman deb yangragan gap biz endi mana men hamma qiyinchiliklarga qaramay omon qoldim va bu meni beqiyos darajada kuchli qildi degan ma'noga aylantirish mumkin. O'tmish kelajakni belgilamaydi. U shunchaki boshlang'ich nuqta. Yo'nalish va manzilni esa biz hozir va shu yerda tanlaymiz.